mana Xalq xo'jaligi institutini. Korrupsiya bilasizlarmi? Biz oddiy attestatsiya o'tkazdik. Shu oliygohda 60% o'qituvchi oddiy attestatsiyadan o'tmadi. Bu illatga qarshi kurashish bo'yicha albatta bir sadoqatli, vatanparvar, qattiqqo'l mana shunday rahbarni bizni hozir tayyorgarlik ko'ryapmiz. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda yetakchi o'rinni egallab kelmoqda. Shu bilan birga universitet nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro miqyosda ham talab yuqori bo'lgan mutaxassislarni tayyorlamoqda. Universitetning QS Global reytingiga kiritilgani va uning dasturlari ACCA xalqaro tashkiloti tomonidan akkreditatsiyadan o'tkazilgani bu yerda olinayotgan ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlaydi.